Assalomu alaykum haydovchilar, bo'lajak haydovchilar, yaxshimisizlar, charchaymsizlarmi? Jonil omonmi? Xo'p, sizlar bilan ancha paytdan beri kutilgan mavzu, ya'ni yuk tashish mavzusi. Buni e'lon qilganimga ancha bo'ldi. Faqatgina o'sha darslik tayyorlanish jarayonida ozgina uzilish bo'lib qoldi. Mana bugun xudo xolasa shu mavzuni zo'r qilib o'rganib olamiz. Bu mavzu o'zi aslida 2 yil oldin YouTube kanalimda chiqarilgan yuk tashish mavzusi. O'sha hamma bandlarni bandma-band qilib tushuntirib chiqarganman. Hammasi etilgan, lekin aksariyat berilgan savollar o'sha o'lchamlari bo'yicha berilgan, ya'ni yuk qanaqa chiqib turishi kerak, o'sha narsasiga ko'proq to'xtalamiz. Bugungi asosiy masala o'sha yuk tashiyotganda yukning chiqib turish o'lchamlari haqida gap ketadi. Asosan shu, agar mabodo bu yuk tashish mavzusidan keyin yana qanaqadir savollar paydo bo'lsa, aytsanglar, unga ham qanaqadir qo'shimcha dars qilamiz o'sha savollar bo'yicha. Lekin bugungi asosiy masala o'sha o'lchamlar haqida gaplashamiz. Agar aniqlaydigan bo'lsa, YouTube'da bor bu o'zi video to'liq bor, faqat endi o'sha 3 ta bandni chuqurroq qilib tahlil qilib o'rganamiz. Endi o'tgan safar bitta programmadan savol qildik. Avtotest Pro degan programmadan test sharhlaganimizda mana bu savolni общий savol qilib tashlab ketgandik. Qaysi transport haydovchi yo'l berish kerak? Yengil avtomobil, bu aniq. Lekin shunaqa savol berdim, qo'shimcha savol berdim. Juda ko'pchilik to'g'ri ham topdi va noto'g'ri topganlar ham bor. Yengil avtomobil shu vaziyatda hozir qaysi manyovrni bajaryapti deyilganda, yengil avtomobil hozir shu vaziyatda nima manevr, men yukka misol uchun yo'l deb tasavvur qilib turamiz. Yukka yo'l beradi, mayli yuk o'tib ketdi, nima manevr bajaryapti? Bu yerda hozir manevr qaranglar, shunaqa narsaki, u faqat o'zingizga emasda, boshqa narsalarga ham, boshqa omillarga ham bog'liq bo'lgan holat. Ya'ni agar hozir traktor to'xtab turgan bo'lsa, aylanib o'tish, yurib ketayotgan bo'lsa, o'zib ketish bo'ladi. Tushunarli? Bu yerda hozir ikkita manevrga ham keladi, faqat u traktor holatiga bog'liq. Lekin bu yo'lda qarama-qarshiga chiqib bo'lmaydi, demak bu yo'lda quvib o'tishning iloji yo'q. Tushunarli? Tabiiy holda iloji yo'q. Traktor to'xtab turgan bo'lsa, aylanib o'tayotgan bo'ladi. Yurayotgan bo'lsa, o'zib ketgan bo'ladi. Agar traktor bo'lmasa, shunchaki qayta tizilgan bo'ladi. Tushunarli? Bu manevr. Endi sizlardan bizga eng katta bo'ladigan yordam bu o'sha bizani qo'llab-quvvatlashinglar, like, podpiska tashlashinglar. Bu video ko'proq odam ko'radi. Ekspressga borib, test yodlab qiynalayotganlar, marhamat shu videolarni ko'rib bemalol testdan o'tishi mumkin. Xo'p, keyingi masala, agar mabodo baribir yo'q, menga ekspress kerak, men ekspressni ustozni o'zidan dars olmoqchi bo'lsanglar, bizda ham marhamat ekspresslarimiz bor, offline, onlayn. Aytgancha biz onlayn kursni ham ochdik. Ya'ni bizda bilasizlar, offline bo'lardi. Onlayn kurs ochdik. Onlayn kursimizning narxi 1 million so'm. Ko'pchilik o'quvchilar aytadi, nega bunaqa qimmat? To'g'ri, boshqa onlayn kurslarning narxidan xabarim bor, lekin negaligini hozir tushuntirib o'taman. Bizda Telegramda 6 ta guruh bo'ladi, 30 ta, 40 ta qilmaymiz. 6 ta. Bizning asosiy maqsadimiz bu sifat va bizda bitirgandan keyin, o'qigandan keyin u albatta bilim olgan bo'lish kerak, bilimli bo'lish kerak va u ertaga imtihonni topshirish kerak u o'quvchi. 6 nafar o'quvchi bo'ladi, 6 ta bo'ladi. Va o'sha 6 ta o'quvchiga 3 ta o'qituvchi, ya'ni savollariga javob beradi, uyga vazifalar beriladi. Xullas, bu degani pashti individual degani bitta o'qituvchi 2 ta o'quvchi bilan shug'ullanyapti. Shunisini hisobiga bizda narx sal qimmat bo'lishi mumkin, lekin sifatga javob beramiz. 15 kun bo'ladi. Darslar qanaqa bo'ladi? Mana shu offline kursimizda, mana offline kursimizda eng kamida 6 ta, eng ko'pida 10 ta o'quvchi bo'ladi. 10 kun bo'ladi, 3 soatdan. Uni ham narxi 1 million. Xohlasangiz kelib offline o'qing, xohlasangiz onlayn o'qing, bizga umuman farqi yo'q. Biz har doim sifatga javob beramiz. Endi bitta narsa bu yerda, bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Qanaqa bo'ladi darslar? Ko'pchilik so'raydi. Dars mana shu offlaynda bilasizlar, men asosan darslik orqali, prezentatsiya orqali dars o'taman. O'sha offlaynga shu yerda kelib o'qiydiganlarga qaysi prezentatsiyadan dars o'tsam, o'sha prezentatsiyadan video yozaman-da, mavzulashtirib, har bir mavzuga alohida video yoziladi. O'sha video har kuni ertalab guruhga tashlanadi. Va o'sha guruhda uni ko'rgandan keyin o'sha mavzu bo'yicha testlaydi. Bizda keyin u mavzu test ishlagandan keyin natijasini tashlaydi. Agar xatolar bo'lsa, o'quvchi tomonidan xato qilingan bo'lsa, o'sha xatoga o'sha 3 ta o'qituvchidan qaysi biri bo'sh bo'lsa, birinchi bo'lib javob yozadi. Bizda hozir bugungi kun holatiga, bugun kun necha? 16mi? 16-mart kuni holatiga bizda bitta guruh bor, o'sha o'qiyapti. Ikkinchi guruhni xudo xolasa ertaga 17-mart kuni ochishni rejalashtirib turibmiz. Eng ko'pida o'sha 6 ta o'quvchi olamiz. Undan ko'p bo'lmaydi. Misol uchun 6 dan keyin 7-si kelib qolsa, mayli pul vol bo'lmasin, pul qolib ketmasin ko'chada deb qo'yish yo'q. 6 ta va'da qilindimi, o'sha 6 ta deyildimi? Mana hamma joyga tashaladi. 6 ta deyildim, 6 ta bo'ladi. Bu pashti individual dars. Individual dars bilasizlar, u qimmat bo'ladi. Hop, bo'lmasa boshlandi.
Bu tariflar mabodo kerak bo'lsa ko'rib o'qib olasizlar mana. Xo'p, agar mabodo shu kurslar haqida, ekspress kurs haqida to'liqroq ma'lumot bo'lsa, mana ham ikkita raqamlarga xohlasangiz ham FB Express Telegram akkauntiga yozsangiz, sizga yanada to'liqroq tushuntiriladi. Nima savolingiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Bo'lmasa biz darsga o'tamiz, mavzuni boshlaymiz. 125-modda bilasizlar, bugungi mavzumiz yuk tashishida, esingizdan chiqmagan bo'lsa, endi yuk tashish qoidasini buzsangiz, mana yuk tashish qoidalarini va shatakka olish qoidalarini buzish. Ya'ni yuk tashishni, shatakka olish qoidasini buzsangiz, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ya'ni 10 minimalka tushunyapsizmi? Bu juda katta summa bo'ladi. 412 mingni 10 ga ko'paytirsangiz 4 112 ming bo'ladi. Bu katta summa, shuning uchun yuk tashish qoidasida ehtiyot bo'lasiz. Ayniqsa shu asosiy jarimalar shu o'lchamlari bo'yicha bo'lyapti. Shuning uchun bugun o'sha o'lchamlari menga juda ham ko'p odamlar yozadi. Ya'ni o'sha vodiydan, ayniqsa o'sha darvozachilar, mebelchilar, yana shunaqa reyka tashiydiganlar, men shuncha chiqardim, shuncha jarima yozdi, bir xillari to'g'ri yozilgan jarima, bir xillari sal noto'g'ri adashilgan jarimalar, bir xillari o'sha sudga borib yutgan vaziyatlari ham bo'ldi. Endi men uni aytmoqchi emasman, men hozir faqat qoidani o'rgataman. Siz shu qoidaga asoslanib yuk tashing, xudo xolasa sizda muammo bo'lmasligi kerak. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bugungi bizning eng asosiy ana bosh qahramonlarimiz deydi. Bosh qahramonlarimiz 162, 163, 164-bandlar. Mana shu bandlardagi shu hozir men sarg'aytirib qo'yganlarimiz kerak bo'ladigan raqamlar. Mana shu narsalarni gaplashib chiqamiz. Shuni o'ziga 50 nechtada slayd bo'lib ketdi-da. Xo'p, bo'lmasa buni ko'rdik. Mana shu 3 ta bandni hozir o'sha bir-biriga bog'lab, guliga to'g'rilab o'rganamiz. Birinchisi 162 quyidagi shartlarga amal qilinganda yuk tashishga yo'l qo'yiladi. Ya'ni shu buni ichida bir nechta shart bor. Biz o'zimizga kerakli xat boshini oldik. Yengil avtomobilning tom qismiga o'rnatilgan yukxonasidagi yukning, ya'ni yengil avtomobil tom qismiga o'rnatilgan mana yukxonasidagi yukning deyapti, balandligi 1 metrdan maxsus moslamalar bilan mustahkamlangan holda velosipedlar va individual harakatlanish vositalarini tashish bundan mustasno va uzunligi avtomobilning gabaritidan 0,5 metrdan oshmasa. Ya'ni biz hozir mana shu bandni, mana yengil avtomobil faqatgina mana shu tom qismiga o'rnatilgan yukni oldiga va orqasiga balandligiga qancha chiqib turishini o'rganamiz bo'ldi. Men bagajiga solingan yukni o'rganamiz, faqat men tomidagi bagajlikni o'rganamiz. Birinchi raqamimiz 1 metr. Mana yengil avtomobil tom qismiga yuk ortganingizdan keyin buni balandligi 1 metrdan oshmasi kerak. Ya'ni men endi rasmda topa olmadim, shuning uchun men tasavvur qiling, yukxona bor. O'sha yukxonani o'zidan tepaga qarab 1 metr. Xullas siz misol uchun mana stul bo'ladi-yu, stulmi, tumbami yo sandiqmi 1 metr balandlikda bo'lmasligi kerak yukingiz. Tushunali? O'shandan baland bo'lmasligi kerak. Chunki xullas yukka o'zi 1 metr bo'lsin bo'ldi. Siz qoidani buzmaysiz. Chunki tom o'sha yukxonani o'zidan hisoblanadi. Mana shu nima tashlamoqchi bo'lsangiz, o'sha yukingizni balandligi 1 metr bo'lsin. O'sha 1 metr bo'lsa tomga orta olasiz. Tushunali? Balandligi 1 metrdan oshmasligi kerak. Ana shunda siz qoidani buzmaysiz. Bu bir chegara. Birdan katta bo'lsa qoidani buzasiz, birdan kichkina bo'lsa qoidani buzmaysiz. Mana 1 metr, yarim metr bemalol tashishingiz mumkin, muammo yo'q. Lekin 1 o'sha qaranglar 10 santimetrga oshdi, siz qoidani buzdingiz, bunga o'sha 10 ming bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima solinadi. Xo'p, o'sha 10 santimetrga 10 minimal ketadi, o'sha 1,5 metr. 1 buzgandan keyin o'sha 1,5 aniq buzadi. Tushundingizmi? Bu 1 demak chegara. Birdan tepasi mumkin emas. Ana endi oldingi eski qoidamiz bilan adashtirmaylik. Oldingi eski qoidamiz yengil avtomobil tom qismiga o'rnatilgan yuk ham mana shu yerdan balandligi 4 metrgacha bo'lishi mumkin edi. Mana shu yuk, misol uchun yengil avtomobilda yerdan tomiga qo'yilgan yuk 4 metrdan oshmasligi kerak edi. Eski qoidamiz shunaqa edi, lekin hozir unaqa emas. Xo'p, bu 1 metrni ko'rdik. Demak, birdan katta bo'lsa qoidani buzadi va bu yerda e'tibor bering. Mana bu sarg'ichini e'tibor beramiz. Qaranglar, mana shunda o'rganayotganda e'tibor beringlar. Mana bandni, mana sariq joyini gaplashamiz. O'sha rasm shu sariq joyiga moslangan bo'ladi. Maxsus moslamalar bilan mustahkamlangan holda velosipedlar va individual harakatlanish vositalari tashish bundan mustasno. Ya'ni agar mabodo tom qismiga veli ortadigan bo'lsangiz, veli 1,5 metr bo'lsa ham siz qoidani buzmaysiz. Mana shunaqa maxsus qotirilgan bo'lsa, veli yoki velosiped yoki individual harakatlanuvchi samokatlar, shunaqa narsalarni mayli 1,5 metr bo'lsa ham tashaverasiz, faqat ular maxsus qotirilgan bo'lishi kerak. Xo'p, endi mana shunday bitta narsa oydinlik kirib ketaylik. Mana bu narsani bitta harfini men yozmaganman. Hammasi qarordan shunchaki ko'chirilgan. Faqat men mana bu joyini sariq qilib qo'yganman, chunki mana shu joyini gapiryapman, tushuntiryapman.
ko'pchilik o'ylar ekan mana bu narsani o'zi yozyapti. Yo'q, buni men yozishga haqqim yo'q. Mana misol uchun men holda degan mana bu h nimada dumi bor, shuni ham o'chirib qo'yaman-da, chunki bu o'sha qarorda shunaqa yozilgan. Shu holdami holda. Agar imlo xatosi bo'lsa ham uni to'g'rilamayman, chunki u qarorda yozilgan. Keyingisi endi yengil avtomobilni qaranglar, gabaritlardan 0.5 metrdan oshmasa deyapti. Ya'ni endi oldiga va orqasiga chiqib turishini. Oldin bilsanglar, eski qoidamizda oldiga orqasiga uzun qilib temirmi, turbami ortib qo'yishardi, 2 metrgacha chiqib osilib yotardi. Ana endi o'sha narsa noto'g'ri. Ana endi yengil avtomobilni tom qismiga yuk ortsangiz, oldi va orqasiga 0.5 metrdan oshmasligi kerak. Gabaritidan 0.5 metrdan oshmasa, ya'ni oldiga va orqasiga 0.5 metrdan uzun bo'lmasin, tushunarli? Shu eng maksimali. Bundan oshdimi, demak o'zi siz nima qilasiz? Qoidani buzasiz. Mana 1 metr chiqdi. O'sha qoidani buzasiz, tushunarli? Mumkin emas. Bir oling, chegara 0.5. Xo'p. 0.5 mumkin, 1 metr mumkin emas. Yarim metr, ya'ni oldi orqasiga. Bo'ldi. Yoniga gaplashmayapmiz, oldi orqasiga gaplashyapmiz. Nimaga yoniga gaplashmayapmiz? Chunki o'sha eniga chiqib turishi keyingi bandda ko'rsatilgan, uni alohida o'rgataman. Xo'p, keyingisi, agar mabodo bizni bilasizlar, mana bunaqa belgi bor, katta o'lchamli yuk belgisi. Biza men 1 metrdan oshirib qo'yib, orqasiga shunaqa belgi qo'yib qo'ysam-chi desa, yo'q, mumkin emas. Baribir qoidani buzadi, chunki yarim metrdan oshmasin degan. Keyin yana bitta holat bor. Oldidagi 0.5 ni olib tashlab, orqaga qo'shib qo'yib 1 metr chiqarsam-chi, oldidan chiqarmaganman-ku desangiz ham, siz baribir qoidani buzgan bo'lasiz. Oldiga marhamat chiqaring, lekin orqadan 0.5 dan oshmasin. Bu narsani ham hisobga olasiz. Ko'pchilik oldiga chiqarmaganman, oldidagini orqaga qo'ydim deb bahona qilishadi. Yo'q, unaqa bahona ham o'tmaydi. Demak, bu ham qoidani buzyapti. Xo'p, ana endi bu yerdagi asosiy masalani qaraymiz. Bu yerdagi asosiy masala o'sha siz mabodo yuk tashish bilan, yengil avtomobilda yuk tashish bilan shug'ullansangiz, endi bu maslahat sizga. Yengil avtomobilda o'sha uzunroq yuk bilan tashish hisoblasangiz, siz qancha mashinani uzun olsangiz, shuncha uzunroq yuk orta olasiz. Ya'ni, qaranglar, Matizning gabarit uzunligi, ya'ni uzunlansiga uzunligi pashti 3,5 metr ekan, Cobalt'niki pashti 4,5 metr. Bizda hisob kitob bor, mana agar 3,5 metr bo'lsa mashinaning uzunligi bizda necha edi? Oldiga 0.5, orqasiga 0.5. Ya'ni umumiy hisobda 1 metrga yuk chiqib turishi mumkin. Oldiga 0.5, orqasiga 0.5 qo'shganda 1 metr bo'ladi-ku. 3,5 metrga 1 ni qo'shsa 4,5 metr bo'ladi. Demak, siz Matizning tomiga 1,5 metr, 4,5 metrdan uzun bo'lgan yuk orta olmaysiz. Uzunligi oldi orqasiga. Cobalt'niki 4,5 metr, 1 metr qo'shsangiz, oldiga 0.5, orqaga 0.5 ni qo'shib 1 qilib 5,5 metr yuk. Xullas, mana ishda hozir Cobalt'da 1 metrdan Matizdan ko'ra 1 metr uzunroq yuk tashishingiz mumkin. Agar mashinangiz gabariti qanchalik uzun bo'lsa, mana yuk uzunligi shunchalik oshib boraveradi. Bu yerda e'tibor bersanglar, asosiy masalani mana hal qilyapti. Yuk shuncha bo'lsin degan talab yo'q. Mashinani chetidan shunchadan ko'p chiqsin deyapti. Undan ortiq chiqmasin deyapti. Shuning uchun bu yerda mashina qancha uzun bo'lsa, siz shuncha tomda uzunroq yuk ortib yura olasiz degan tushuncha kelib chiqadi. Endi bu ham zo'r band. Buni hozir nimaligini tushuntirib ketaman-da, lekin buni keyingi bandlarda yana bog'lab o'rganamiz. 163-band transport vositasining gabaritlaridan oldi yoki orqa tomoniga, ya'ni qaranglar. Mashinani misol uchun transport vositasi deganda bitta narsani tushuning. Transport vositasi deganda bu hamma transport vositasi. Tirkama, yengil mashina, labo, yuk avtomobili, avtobus, arava, nima bor? Ot aravami, velosipedmi farqi yo'q. Hamma transport vositasi mana shu. Odam bilan yuk tashidimi, demak u transport vositasi. Tilichka bormi, ya'ni traktor orqasiga kirsa farqi yo'q. Hammasi transport vositasiga kiradi. Transport vositasi oldi yoki orqa tomoniga 1 metrdan, yon tomoniga gabariti chetki qismidan 0.4 metrdan ortiq chiqib turgan yuk katta o'lchamli yuk taniqli belgisi bilan belgilanishi. Ya'ni agar mabodo oldi orqasiga 1 metrdan ko'p chiqsa, yonlariga 0.4 metrdan, ya'ni 40 santimetrdan ko'p chiqsa, bizda mana bu belgini ilishimiz kerak. Katta o'lchamli yuk belgisi sutk taniqli belgisi bilan belgilanishi, sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitlarda esa bunga qo'shimcha ravishda, ya'ni bunga qo'shimcha deyapti. Ya'ni bu ham bo'lishi kerak, bunga qo'shimcha ravishda oldi oq rangli chiroq yoki yorug'lik qaytargich. Ya'ni bilasizlar, mana bu chiroq, bu ichidan o'zi yorug'lik tarqatib turadi. Mana bu nur qaytargich, velosipedlarda bo'lardi bilsanglar. Ya'ni bunaqani har xil usuli bor. Qo'yib qo'yasiz. Bunga nur tushgandan keyin bu o'zidan nur qaytaradi. Nur yorug'lik qaytargich, orqasiga esa bu hozir bu mana shu oldiniki, ya'ni oldiga biz nima qilamiz? Belgi o'rnatamiz.
kunduzi bo'lsa, agar kechqurun bo'ladigan bo'lsa, yo chiroq o'rnatamiz yoki nur qaytargich. Endi agar mabodo kechqurun bo'ladigan bo'lsa, orqasiga belgiga qo'shib qizil chiroq yoki qizil nur qaytargich o'rnatishimiz kerak, tushunarli? Buni ham ko'pchilik so'raydi mendan, bu o'zi qanaqa bo'ladi? Qarang, katta o'lchamli yuk, ya'ni bu belgi bu bayroq emas, anaqa nima deysizmi? Ana deb tasavvur qilmanglar buni. Banner borku, bannermi yo qanaqadir qog'oz emas. Bu belgi qattiq bo'lishi kerak, xilpiramasligi kerak. Ichiga kengligi 50 millimetrli, mana 50 millimetr, mana ham 50 millimetrli, mana ham 50 millimetr degani 5 santimetr degani 5 mi? 5 santimetr. Diagonal bo'yicha navbatma-navbat qizil va oq rangli chiziqlar, mana. Qizil oq, hammasi 50, va qizili ham, oqi ham 50 tushirilgan yorug'lik qaytariladigan yuzali o'lchami 400 ga 400 millimetrli to'rtburchak shakldagi belgi, ya'ni qattiq bo'lishi kerak. 40 santimetrga 40 santimetr bo'ladi. Mana bu chiziqlari 50 santimetr bo'ladi va bunga nur qaytargichli plyonkadan qilishingiz kerak. Ya'ni fara tushganda u sizga nur qaytarish kerak. Tushunarli? Xo'p. 5 santimetr? Nima dedim men? Mana bu 5 santimetrmi? Mana bu 5 santimetr bo'lishi kerak. Mana bu yog'i 40 santimetr, bu yog'i 40 santimetr belgini o'zi va bu nur qaytarish kerak va bu qattiq bo'lishi kerak. Banner bo'lmaydi, aytib qo'ying. Ko'pchilikda ko'rdim, banner ham qilib qo'yishgan. Prosta bitta tunukaga yoki unga yopishtirasiz, bo'ldi, o'zi belgi hisoblanadi. Xo'p, demak bu belgini o'lchamini ko'rdik. Ana endi mana qaranglar. Agar kunduzi bo'lsa, mana buni o'zi yetarli. Kunduzi bo'lsa. Lekin kechqurun bo'ladigan bo'lsa, mana oldiga oq chiroq, orqaga qizil chiroq, mana bunaqa qilib yoki chiroq yoki nur qaytargich. Shularni qo'yishingiz kerak. Bu nimaga? Mana shu kimgadir tegib ketmasligi uchun, ya'ni keyingi haydovchi o'zini orientirini olib, mashinaga tegib ketmasligi uchun harakat qiladi. Bu o'sha qolganlarni ogohlantirish maqsadida qilingan. Endi eng asosiy bandga keldik. Ana mana shu eng asosiy band. Bu yerda bir nechta raqamlar bor, bir nechta tushunib oladigan joylar bor. Juda ham kerak bo'ladi. Qaranglar, 164-band. Katta hajmli va og'ir vaznli hamda xavfli yuklarni tashishda gabarit o'lchamlari, mana eng kerakli joyi, yukli yoki yuksiz holda eni bo'yicha 255, eniga 255, refrigeratorlar va izotermik kuzovlar uchun 206 metrdan va balandligi yo'l sathidan 4 metrdan, uzunligi yakka avtotransport vositasi uchun 12 metrdan, yarim tirkamali va tirkamali avtopoyezdlar uchun 20 metrdan ortiq bo'lgan yoki yuki transport vositasining oldi va orqa nuqtasidan 2 metrdan ortiq chiqib turgan transport vositalarining harakatlanishi DYHX bilan kelishishi shart. Ya'ni hozir mana bu yerda berilgan raqamlarning hammasi bu maksimal raqamlar, ya'ni eng ko'pida berilgan. Agar mana sizni eningiz 255 dan yoki uzunligingiz 12 metrdan yoki yukingiz 2 metrdan ko'p chiqadimi, o'sha siz Davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati bilan kelishish shart. Agar shu aytilgan raqamlardan past bo'lsa yoki shu raqamlarda bo'lsa yoki undan kichkina bo'ladigan bo'lsa, siz shunchaki yuraverishingiz mumkin. Bu eng maksimal berilgan raqamlar. Ularni hozir hammasiga bitta to'xtalamiz. Ketdik. Birinchisi mana gabarit o'lchamlari yukli yuksiz holda eni bo'yicha 255. Ya'ni transport vositasi, mana qaranglar, transport vositasi, mana bu yuk avtomobil. Farqi yo'q endi bu любой transport vositasiga. Transport vositasi degani mana shu ko'chada ot aravadagi do'sti, aravangiz bu transport vositasi, chunki u yuk tashiydi. Unga ham qo'yilgan talab, tushunasizlarmi? Matizmi, u Nexia'mi, Cobalt'mi, yuk mashinami, Fura'mi, Trikami, farqi yo'q. Istalgan turdagi transport vositasiga, tramvay bo'lmaydimi? Tramvay, yana nima bor? Trolleybus, avtobus, farqi yo'q. Transport vositasiga eni bo'yicha 255. Ya'ni sizni mana yuk avtomobilingizni borti bor, ikkita cheti. 255 dan oshmasligi kerak. Eng maksimali 255. Agar shundan 1 santimetr, 2 santimetr ortiq bo'ladigan bo'lsa, o'sha siz DYHX bilan nima qilishingiz kerak? Kelishingiz kerak. Yoki yukingiz bilan mana qarang, bu o'zi 255 yursa bo'ladi. Mana o'zi ingichka va mashina, misol uchun 1,5 metrdir, lekin mana tepasiga yuk ortsa ham o'sha 255 dan oshmasligi kerak. Bu eng maksimali. 260, o'sha 256, 257 bo'ldi. O'sha bu yuk tashish qoidasini buzayotgan bo'ladi. Agar siz yengil avtomobil bo'lsangiz, mana ikkita gabarit bor, mana shu bakovoy ikkita chetidan. Mashinadan 255 dan oshib ketmasligi kerak. Endi yengil avtomobil uncha chiqmaydi-yu, lekin chiqqan taqdirda ham siz 255 dan oshib ketmasligingiz kerak. Sizni mashinangizda yuk bormi, yo'qmi, mashinangizni eni
Xullas 255 dan oshmasligi kerak. Bu eng kerakli raqamlardan bittasi. Boya nimaga mashinani oldi orqasiga 0.5 dedimda, yonlariga indamadik. Chunki yoniga 164-bandda shunchadan oshmasin degan talab bor. Mana yuk avtomobiliga xohlasangiz o'zi 255 bo'lsa, mana bortlarining cheti, kuzovini cheti, xohlasangiz yuk ortsangiz ham 255 dan oshmaydi. Qarang, yengilga ham yuk ortsangiz 255, og'irga ham yuk ortsangiz 255 dan oshmaydi, 55 dan. Agar mabodo 255 dan oshsa, siz DXX bilan nima qilasiz? Kelishasiz. Xullas, siz yuk ortishdan oldin mana shu televizorni men yukxonada olib ketmoqchiman. Men ham mashinaga ortib ketmoqchiman. Mana mashinaga 255 chiqsa, mashinada yotqizib, eniga ortib ketsangiz bo'ladi. Agar mana shu 260 bo'ldimi, o'sha bo'ldi sizga tashish mumkin emas. Misol uchun darvozachi akalar, darvozangizni kengligi 255 mi? Uni tashsangiz bo'ladi. Misol uchun yotqizib mana qilasiz, olib ketib. Agar 255 dan keyingi uni turg'izib, mana qanaqasiga yuklab ketishingiz mumkin, lekin boshqa variantingiz yo'q hozir sizda. Yoki bo'lib olib keting. Endi mana endi keyingi joyga qaraymiz. Ya'ni oddiy transport vositalariga yuk bilan yuksiz 255 talab qo'yildi. Endi refrigeratorlar va izotermik kuzovlar uchun 206, ya'ni 5 sm qo'shdi. Ya'ni bilasizlar, mana bunaqa xolodilnikli mashinalar bor, bilasizlar, issiq suvni ushlaydigan termizli mashinalar bor. O'sha mashinalarga 206 gacha ruxsat beriladi, chunki mana devoriga 5 qo'shib berilyapti-da, 2,5 qo'shib beriladi. Ya'ni bularning sal o'sha misol uchun sal uzun bo'lishi mumkin kengligiga. Endi izotermik kuzov nima? Bu yukning haroratini saqlab turish uchun issiqlik izolatsion materiallar, polistirol, ko'pik, sendvich panellar bilan qoplangan yopiq muhrlangan yuk mashinasi korpusidir. Muhrlangan, ha. U termos kabi ishlaydi. Ya'ni termosimiz bor-ku, ichiga issiq solib qo'ysangiz issiq turadi, sovuq solib qo'ysangiz sovuq turadi. Haroratni 5-10 soatgacha faol sovutmasdan ushlab turadi. Oziq-ovqat, dori-darmon va gullarni qisqa masofalarga tashish uchun ideal. Ya'ni o'sha izotermik bu hech narsa qilmaydi. Prosta sovuq narsa olsa sovuq turadi, issiq narsa olsa issiq turadi. Как termosga o'xshagan narsa. Keyingisi refrigerator. Haroratni qattiq nazorat qilish talab qiladigan oziq-ovqat, dori-darmon, gullar, yuklarni tashish uchun sovutish moslamasi bilan jihozlangan. O'sha bunda xolodilnik bor. Avtomobil, treyler yoki vagon. Oddiy izotermik furgonda termos farqli o'laroq sovutgichli yuk mashinasi +12 gradusdan -25 gradusgacha va undan pastroq bo'lgan tana ichidagi haroratni, ya'ni korpus ichidagi haroratni nafaqat ushlab turish, balki faol ravishda o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni bu endi refrigerator u xolodilnigi bor, ular haroratni ushlab turadi. Bo'ldi, shu. Mana shu ikkalasiga, mana mashinaga 206 bo'lishga ruxsat berilgan. Xolodilnik bo'ladimi, mana bu izotermik kuzov. Bu refrigerator tepasida chunki xolodilnik bor. Mana bularga mumkin 206 bo'lish, lekin oddiy yuk avtomobillarining kuzovi 255 dan oshmasligi kerak. Bu menimcha tushunarli bo'ldi hammaga. Endi keyingisiga o'tamiz. Mana endi bu hamma narsaga talab. O'sha avtobusga ham yuk avtomobili yuki ortsa, yukning kengligi yengil va bu eslatib qo'ying, ayniqsa menga mana shu labochilar ko'p chiqdi. O'zi labo nima o'zi deydi. Labo yengil avtomobilga o'xshagan bilan bu yuk avtomobili hisoblanadi. Labo bu yuk avtomobili, bu N1 toifadagi, ya'ni ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobili hisoblanadi. To'g'ri, buni B toifada boshqarsa bo'ladi, lekin bu yuk avtomobili. Yengil avtomobilga qo'yilgan talab bilan buni adashtirmaydi. Hozir yengil avtomobilning talabi bilan buniki bir xil. Ya'ni eniga chiqib turishi 255, laboga endi men laboni anaqa to'g'risidan yoki oldidan topolmadim rasmini, shuning uchun qo'ydim. Mana bunaqasiga yuk o'rtasida eniga. O'shanda bunda ham o'sha talab 255 talab qo'yiladi, tushunarli? 255. Yengil avtomobilni boyagani oldi orqasiga 0.5 ni bunga hisoblamaysizlar. Bunda bu yuk avtomobili qoidasiga kiradi. Hozir uni ham o'rganamiz. Bu esa qolinglar, qoidalarda yuk avtomobiliga aniqlanadi, hisoblanadi. N1 toifa. N. Xo'p, keyingisi katta hajm o'sha ketdi. 2.6 balandligi yo'l sathidan 4 metrdan. Ya'ni qaranglar, transport vositasi o'sha yer sathidan nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimi yoki yuki bilanmi farqi yo'q, 4 metrdan oshmasligi kerak. Mana men o'zimi mashinaga 4 metr bo'lsa, undan oshmasin. Yuk ortganmi, yuki ham 4 metrgacha bo'lsa, faqat yerdan hisoblanadi, tushunarli? Ya'ni yukdan yoki kuzovdan hisoblab qo'ymanglar. Yerdan
istalgan transport vositasi yuki bilanmi yuksizmi farqi yo'q, balandligi 4 metrdan oshmasligi kerak. Mana Laboga mana bu yerga yuk ortdingizmi, mana shu yerdan 4 metrdan oshmasin, bo'ldi. Bu 4 metr, eng baland mashina 4 metr bo'ladi. Ya'ni yuki bilanmi yuksizmi farqi yo'q, yer sathidan. Mana 4 metr. Ya'ni mana bu yergacha Labo necha metr bilmayman. Bu yog'iga qo'yganingizdan keyin mana yerdan 4 metrdan oshmasin. Mana 4,5 metr. Uje bu qoidani buzadi. Mana kuzovini mana eng baland nuqtasigacha 4 metr bo'lsin. 4 dan oshsa uje qoidani buzadi. Mana bu ham 4 metr. Ha, mana hammasi 4 metr. Endi mana bu yengil bilan adashtirmanglar. Yengil mashina necha bo'lishi, endi bu 4 metr bo'lmaydi. 4 metr bo'ladigan bo'lsa, uje yuk orta olmay qoladi. Necha bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun balandligi, lekin ustiga 1 metrdan ko'p yuk orta olmaysiz. Labo bilan adashtirmanglar. Labo yuk avtomobil, u 4 metr. Bu tomini ustiga 1 metr hisoblaysiz. Yerdan emas, tomini o'zidan 1 metr hisoblaysiz. Qolganlariga yerdan balandligi 4 metrga hisoblaysiz. Ya'ni siz misol uchun mana bilasizlar, chetidan tentli bo'ladi-yu, tentli qilganingizda mana shu yerdan tentini balandligini 4 metrdan oshirmasligingiz kerak. Agar navbatda siz o'ramoqchi bo'lsangiz, kuzov qilib o'ramoqchi bo'lsangiz, tenti 4 metrdan ortiq bo'lmasligi kerak. Xo'p, keyingisi uzunligi yakka avtotransport vositasi uchun, yakka degani bitta degani, ya'ni bilasizlar, transport vositasi ikkita bo'lishi ham mumkin, prinsipi bo'lsa. Bu yakka transport vositasi uchun 12 metrdan, ya'ni qaranglar, uzunligi 12 metr. Bitta transport vositasi, bitta ramada o'sha moslashgan bo'lsa, o'sha bitta ramada bo'ladigan bo'lsa, u 12 metrdan oshmasligi kerak. Tushunarli? Endi mana 3,5 metr, bu 4,5 metr ekan uzunligi. Hozir bunga emas talab. Prosta mana shu ham misol uchun yengil avtomobil ham yasab olib kirmoqchimisiz O'zbekistonga, mabodo u 4,5 metrdan uzun 12 metrdan uzun bo'lmasligi kerak. Bitta transport vositasi 12 metr. Bu uzunligi bo'yicha talab. Bitta transport vositasini. Ana endi bitta transport vositasi 12 metr. Lekin yarim tirkamali va tirkamali avtopoyezdlar uchun 20 metrdan ortiq bo'lgan. Ya'ni 20 metr. Mana agar siz bitta mashinangiz o'zi bo'lsa, transport vositasi bitta o'zi bo'lsa 12 metr maksimal uzunlik. Agar mabodo orqasiga yarim tirkama yoki tirkama ilmoqchi bo'lsangiz, o'sha uzunligi 20 metrdan ortiq bo'lmasligi kerak. Tushunarli? 20 metr eng maksimal uzunlik. Xo'p, undan keyingisi, bu yengil avtomobil endi sal boshqacharoq bo'lgan, o'zini metri bo'ladi, baribir u ham 12 metrdan oshmaydi. Endi qaranglar, 20 metrdan yuki transport vositasining oldi va orqa nuqtasidan 2 metrdan ortiq chiqib turgan. Qarang, bu yerda ham oldi orqa deyapti. Nimaga oldi orqa deyapti? Chunki enini bizga berib ketdi, eni 2.5 dan oshmasin deyapti. Tepada yengil avtomobilni oldi orqasiga 0.5. Bu yerda eni 2.5 umumiy yozilgan bu yerda. Yoki yuki transport vositasining oldi orqasidan 2 metrdan ortiq chiqib turgan transport vositalarining harakatlanish DX bilan kelishishi shart. Ya'ni siz yuk avtomobiliga, yengil avtomobilga emas, qolgan istalgan turdagi yengildan tashqari любой transport vositasiga, avtobusgami, Labogami, Pritsepgami farqi yo'q. Nimaga yuk ortsangiz ham oldiga va orqasiga qaranglar, oldi ham yozilgan bu yerda. Oldi va orqasiga 2 metrdan ortiq chiqish kerak emas. Bu 2 chegara. 2 dan ortiq mumkin emas. Mana bunaqasiga ortsangiz ham 2 metrdan ortiq chiqishi mumkin emas. Tushunarli? 4 metr qo'rmaylar, ya'ni mana bu yerda oldidan olib orqaga 2 metr qo'shaveraman. Yo'q, mumkin emas. 2 metrdan bu eng maksimal qiymat. Lekin 2,5 bo'lsa siz qoidani buzasiz, tushunarli? Chunki eng maksimal 2. Xo'p, endi bu yerda hozir bitta narsani tushuntirish kerak. Mana bu yerga o'zi belgi o'rnatish kerak. 1 metrdan oshsa, uni hozir keyingi slaydda ko'ramiz. Hozir biza necha metrgacha ruxsat berilganini ko'raylik. O'sha muhim bizga. Mana yuk avtomobilda tashiysizmi, yuk 2 metrdan ortiq chiqmasin orqasiga. Tirkamada tashiysizmi 2 metr, Laboda bo'lsa ham 2 metr. Mana shu holatda ham ko'pchilik emas, menga o'zi 3-4 ta odam yozdi. Ayniqsa o'sha vodiy tarafdan Labochilar, o'sha mashina kichkina yuk avtomobilchilar Labodan keyin nima edi? Sahaydagan Changami nima edi? Shu Laboni Xitoy varianti bor, bundan sal kattarog'i. Ular ham yuk avtomobil hisoblanadi. Orqasiga 1 metr debdi yoki yarim metr debdi. Gaylar 1 metrdan ortiq chiqish kerak emasmi, yarim metrdan ortiq chiqish kerak emas deb jarima yozdi. Yo'q, yuk avtomobili. Bu yengil avtomobil emas. N1 toifadagi yuk avtomobili. Buni B toifa bilan haydasak ham bu yuk avtomobili hisoblanadi. Yuk avtomobili orqasiga 2 metrgacha chiqishi mumkin. Asos 164-band. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 172-qaror va 164-bandida mana yozilgan
transport vositalariga deyilgan. Bu transport vositasi yuk avtomobili oldi va orqasiga 2 metrgacha chiqishi mumkin. Tushunarli? Ana 3 dan 4 ta odam yozdi menga. Mana shu yerdan 1 metrdan ortiq chiqqaniga jarima yozdi, 10 ming marka dedi. Bemalol boring, sudga ariza bersangiz, ishingizni hal qilasiz deb aytdim men. Xo'p, demak, mana 2 metr bunaqasiga ortsangiz ham mana shu yerdan bu yog'iga 2 metrdan ortiq chiqib turishi mumkin emas. Mana hammani buni ham Telegramga tashlab qo'yaman. Hamma o'lchamlarning eng maksimali kiritilgan. Eni bo'yicha 255, refrigeratorlarga 26, uzunligi bo'yicha yakka tartibda bo'lsa 12 metr. Endi mana qo'shib tashlash kerak ekan. Bu o'zi 3,5 metrda, lekin uzunligi 12 dan oshmasligi kerak. Nima bo'lsa ham. Keyingisi balandligi 4 metr, yuksiz va yukli holda tirkama bilan yoki yarim tirkama bilan 20 metrdan ortiq bo'lmasligi kerak. Mana 3,5 metr o'zini uzunligi 12 dan oshmasa bo'ldi. Demak 3,5 mi? Demak bo'ladi degan ma'noda kelgan. Buni o'chirib tashlaymiz rasmni. Ijtimoiy tarmoqqa chiqarayotganda. Bu umumiy uzunliklar, ya'ni umumiy uzunliklar eng maksimali. Keyingisiga o'tamiz. Ana endi bizga qaranglar. 162-band bilan 163-bandni qo'shib xulosa chiqaramiz. Ya'ni 162-bandda yengil avtomobilni yukining balandligi 1 metr, oldi orqasiga 0.5 gacha chiqsin deyapti. Bu 163 mana belgini o'rnatishga bo'lgan talab. Oldi orqasiga 1 metrdan oshsa, yoniga 0.4 metrdan oshsa belgi o'rnatish kerak degan talab bor. O'sha hozir ikkalasini qo'shib o'rganamiz. Mana yengil avtomobilga biz aytdik, boya o'rgandik. Oldiga va orqasiga 0.5 dan oshmasin dedik. Demak, bu yuk tashish qoidasini buzmayapti. Lekin 163-bandda agar mabodo mana shu yuk 1 metrdan ortiq chiqsa, deyapti, belgi o'rnatgan deb 160 da aytdi. Ana endi yengil avtomobilga belgi o'rnatish shart emas. Chunki yengil avtomobilga 0.5 dan oshishi taqiqlangan, uzunligi oldi orqasiga belgini qachon ilamiz? Men belgini qachon 1 metrdan oshsa, tushunarli? Demak, endi yengil avtomobilda yuk ortayotganingizda siz 0.5 gacha chiqarasiz, belgi ilishingiz shart emas. 1 metr ortsangiz, o'sha siz qoida buzasiz, unga farqi yo'q. Mana bunaqa belgi osib qo'ysangiz ham, u baribir qoida buzgan hisoblanadi. Chunki siz mana qoidani buzasiz. Mana gabaritidan 0.5 dan oshmasin dedi. Sizga 1. Mana bayrog'ini 2 ta ilib qo'ysangiz ham farqi yo'q. 2 marta ilib qo'ysangiz ham farqi yo'q. Siz baribir qoidani buzasiz. Lekin 0.5 ga belgi ilsangiz, hech qanaqa qoida buzmaysiz. Ilmasligingiz mumkin, lekin ilsangiz ham hech narsa qilmaydi. O'zi bu belgi nimaga kerak? Mabodo misol uchun reka ortib olgansiz, kelib turib boshqa odam o'sha rekani urmasligi uchun qo'yib qo'ysangiz, zarar qilmaydi, tushunarli? Xo'p, bu tushunarli, demak, yengil avtomobil oldi orqasiga belgi shart emas. 160 bilan 160 qo'shib tahlil qilsak. Endi qaranglar, yengil avtomobilni tom qismiga o'rnatilgan yukning eng maksimal kengligi 255. Mana 255 li yuk. Bundan oshishi mumkin emas. 260 mi o'sha bo'ldi, yukni tushirib tashlaydi. Siz buni yengil mashinada olib keta olmaysiz. Eng qizig'i yuk avtomobilni olib keta olmaysiz. Uni trozib, uzunasiga olib ketasiz, lekin eniga 255 bo'lsa. Xo'p, ana endi qaranglar, nima deyapti? Mana unda yon tomoniga gabaritning chetki qismidan 0.4 metrdan ortiq chiqib tursa katta o'lchamli yuk. Ana belgi agar mana chetidan, mana bakoydan bu yog'iga mana 255 o'zgarmas qiymat. Bu o'zgarishi mumkin, faqat pastga 252 bo'lishi mumkin, lekin balandga ketmaydi, tepaga ketmaydi. Lekin mana chetidagi qiymat nimaga kerak? Chetidagi qiymat faqatgina mana 0.4 mana belgini o'rnatishga kerak. Agar mana chiqib turgani 0.4 va undan ortiq bo'lsa 0.4 ga ham kerak va undan 0.5, 0.6 farqi yo'q. Chiqsa o'sha ham belgini o'rnatish kerak. Tushundingizmi? Bu yerda 0.6 chiqishi mumkin emas degan qoida yo'q. Bu yerda xohlasangiz 0.7 ham chiqishi mumkin. Lekin mana buni 255 dan oshirib olmaysiz. Uning uchun sizda nima bo'lish kerak? Mashina ensizroq bo'lish kerak-da. Hozir bunda bormi-ki? Mana yuk avtomobilda ham yukning kengligi 255, mabodo chetiga, mana ham chetiga 0.4 dan oshdimi, o'sha siz belgi o'rnatishingiz kerak. Agar kechqurun bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa oldiga oq nur qaytargich, orqasiga qizil nur qaytargich o'rnatishingiz kerak yoki chiroq o'rnatishingiz kerak. Nur qaytargich osonroq, chunki chiroqqa kabel tort, tok ber degandan ko'ra, undan ko'ra tinchgina ham nur qaytargichni qo'yib qo'yganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Xo'p, endi buni ham o'sha lampochka bilan vazifasi bir xilda. Yorug'lik tushganda qaytaradi, hammaga ko'rinadi. Ana qarang. 255 bu o'zgarmas qiymat, pastga o'zgarsa bo'ladi, yuqoriga bo'lmaydi. 0.4 belgilangan mumkin, muammo yo'q. Agar mana shu 0.3 yoki 0.2 bo'ladigan bo'lsa, mana belgi shart emas. Qo'ysangiz ham bo'ladi, qo'ymasangiz ham bo'ladi. Lekin 0.4 va undan ko'p bo'ldimi, demak siz mana belgini o'rnatishingiz kerak. Faqat kunduziga bo'layotgan talab, kechqurun bo'lsa lampochka ham qo'shishingiz kerak, bilasizlar uni. Keyingisi qarang.
0,4 chiqqan, belgi o'rnatgan, lekin bu yuk tashish qoidasini buzyapti. Nimaga? Chunki 260. O'sha 5 santimetrga oshib ketdi. Yukning kengligi eng maksimali 255. Mana shu narsani hisobga olishingiz kerak. Bo'ldi, ancha tushunarli bo'ldi shu yergacha. Endi mana buni qarang. Mana 255 mana 06 chiqqan, belgi o'rnatgan. Bo'ldi. Demak, bu qoidani buzmadi. Mana oshib ketmasin, mana 04 dan olsa belgi o'rnating bo'ldi. Agar 03 bo'lsa, belgi shart emas. Endi siz hozir savol berishingiz mumkin-da, sразу kommentariya yozib, ikkalasi ham jentirayu qanaqa qilib bunda 06, 04 aka bu просто misol uchun qo'yilgan, misol qilib qo'yilgan. Bu nimani hisobiga bo'ladi? Mana mashinaning gabarit kengligi, ya'ni kengligi. Misol uchun siz Matizga yuk ortsangiz, o'sha mana belgi sizga katta ehtimolda kerak bo'ladi, chunki Matiz ingichkaroq, ham Gentra'ga qaraganda. O'sha hal qiladi bu yerda. Agar sizning mashinangiz qancha ensiz bo'lsa, qancha gabarit kengligi qancha kam bo'lsa, sizga mana belgi katta ehtimolda kerak bo'ladi. Agar kengroq bo'lsa, nimaga? Misol uchun mana 255 dan oshmasin deyapti. Mana mashina misol uchun gabariti necha bo'ladi? Boya shuni internetdan qaramamiz. Misol uchun, misol uchun 2 bo'ladigan bo'lsa, ikkita chetiga kam chiqib qoladi. O'sha sizga bu shart emas. Agar buni endi kamroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha mana 04 dan oshadi, sizga belgi kerak bo'ladi. Bu yerda mana bayroq emas, belgi mashinaning kengligidan chiqib qolgan yukning hisobiga qo'yiladi. Agar 04 dan kam bo'lsa shart emas, 04 dan yuqori bo'lsa belgi qo'yishingiz kerak. Lekin mana o'zgarmas. Buni o'zgartiramiz. 255 dan oshmaydi. Misol uchun mana menga hozir qaniydi? Mana menga ikkita bayroq qo'ysangiz ham foydasi yo'q. Nimaga? Chunki mana 260 dan oshdi. 260 bo'ldi, o'sha mumkin emas. Xo'p, mana bunaqa. Agar kechqurun bo'ladigan mana bu kunduzi normal holat, yuraveradi bemalol. Lekin kechqurun bo'ladigan bo'lsa, anaqa chiroqlar yoki nur qaytargichlar qo'yishingiz kerak. Mana bunaqa qilib. Mana nur qaytargich. Hammasi 255. Mana ham 255, bu ham 255. 255 dan oshmaydi. Mabodo mana nimaga kerak? Yoniga 40 dan oshib qolsa, 40 metr, 04 metrdan ko'p chiqib qolsa, ya'ni 40 santimetr. Endi oldi va orqasini gaplashamiz. Biz boya ko'rdik. Belgi agar oldi orqasiga 1 metrdan ko'p chiqib qolsa o'rnatiladi. Yengil avtomobildan boshqa bo'lgan transport vositalarini oldi orqasiga 2 metrgacha mumkin. Qaranglar. Mana yuk maksimal 2 metrgacha chiqib turishi ruxsat etiladi. 164-bandda yozilgan. 2 metrgacha chiqib turishi mumkin. Undan ortiq mumkin emas. Lekin shu yuk 1 metrdan oshsa belgi o'rnatish kerak degan talab bor. Mana bu hozir qoidani buzmayapti. Nimaga? 2 metrgacha chiqqan talab, yukning uzunligining talabini buzmagan. Belgi o'rnatishga bo'lgan talab 1 metrdan oshsa, 1 metr mana belgi qo'ygan. 2 metr bu 1 metrdan katta, o'sha belgi qo'ygan. Demak, bu yerda hozir qoida buzilishi yo'q. Mana bu yerda ham e'tibor bering. Tirkamadan 2 metrgacha yuk chiqib turibdi. Belgi o'rnatgan, bo'ldi. Qoidani buzmagan. Mana buni ham, mana laboni ham faqat mana belgi o'rnatsa bo'ldi. Bu kunduzi, agar kechqurun bo'lsa, yana chiroq ham o'rnatish kerak. Yoki nur qaytargich. Mana hozir mana labo qoidani buzmagan, yuk 1 metrga chiqqan, hali yana 1 metr zapasi bor, belgi ham o'rnatgan. Demak, normal, qoidani buzmagan. Buni qarang, 09 zo'r, qoidani buzmagan. Belgi shart emas bunga. Chunki belgi necha metrdan keyin kerak edi? 1 metrdan. Mana shu bir chegara. Birdan ortiq chiqsa, o'sha yuk belgi o'rnatishimiz kerak, lekin yuk oxiri 2 gacha chiqishi mumkin. Bir belgi o'rnatgan, qoidani buzmagan. 1,5 metr qoidani buzmagan, belgi o'rnatgan. 2 metr eng maksimali bo'ldi. Bu eng maksimalini ortdi, lekin qoida buzmagan. Lekin mana 2,1 o'sha qoidani buzdi. 2 metr 10 santimetr qoidani buzdi. Mana bitta belgi qo'yadimi, ikkita qo'yadimi, farqi yo'q. Bu bari qoidani buzgan. Chunki bu yukning chiqib turish talabini buzdi. Yukning chiqib turish talabi 2. Belgini talabini buzmadi. Belgini to'g'ri qo'ydi. 1 metrdan oshsa qo'yish kerak, lekin mana 2 metrdan oshib ketish kerak emas. Tushunarli? Shuning uchun bu hozir qoidani buzdi. Bu menimcha tushunarli bo'lsa kerak. Bu laboga ham, bu istalgan yuk avtomobiliga ketadi. Xo'p, buni istalgan yuk avtomobiliga ketadi. Mana mana shu yerda qolib ketibdi. Akalar, mana shu yerda qolib ketibdi. Orqaga qaytaramiz. Xo'p, orqaga qaytaramiz. Qolib ketibdi. Mana keldi. Akalar, biza yengil avtomobilni tom qismiga o'rnatilgan yukni uzunligi 0,5 dedik. Ana endi savol. Mana bagajiga yuk ortsam nima bo'ladi? Ana shu masalani ko'rishimiz kerak. Bagajiga yuk ortsam, mana yog'iga necha metr chiqib turishi mumkin? Tomiga o'rnatilgan mana 162 deb yozib qo'yibdi. Gabaritlardan 0,5 dan oshmasin deyapti. Lekin mana orqasiga ham yukxonasini kapotini ochib qo'yib yuk tiqsachi, u ham
xuddi boyagi yuk avtomobiliga o'xshab 2 metr degan qoida bor. Agar siz mana bagajni ochib turib, mana bu yoqqa 2 metr chiqarib qo'ysangiz, siz qoidani buzmagan bo'lasiz. Tushunarli? Shu masala bor. Nimaga? Chunki mana bunda transport vositalari degan yengil avtomobil ham transport vositasi va oldi orqasidan 2 metrgacha yuk chiqib turishi mumkin. Mana tepadagi mana 162-bandda bu tom qismiga o'rnatilgan yuk ketilyapti. Men bagajiga o'rnatilgan yuk ketmayapti. Mana orqa bagaj dedim buni. Tepa ham bagaj, past ham bagaj. Mana orqasidagi mana bu yerdagi yuk xonasidagi yuk chiqib turishi bunda ham 2 metr. Tushunarli? Yengil avtomobilda tomiga 0.5, lekin mana orqasiga yuk tiqsangiz, mana bu yo'lga o'sha 2 metrga chiqsa bo'ladi. Bunga ham asos mana 164. Mana transport vositalarining deyapti. Mana qaranglar. Transport vositasining oldi va orqa nuqtasidan. Transport vositasi mana yengil transportni, demak orqasiga yuk ortganingizda bemalol 2 metrgacha chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Tushunarli? 0.5 faqat tomiga qo'yilgan yuk talab. Hop, menimcha buni tushuntirdim, bularni tushuntirdim. O'shanga rasm qo'yishingiz bilan chiqdi-da. Mana bu yerga qo'yishim kerak ekanda, agar yengilni orqasiga qo'ysa. Mana bu yerda xullas tasavvur qiling, mana Cobalt ana yuk xonasi bor, o'sha yuk xonasining kapotini ochib qo'yib, bagajini ochib qo'yib, bu yog'iga 2 metrga chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Men tushuntirdim-ku. Hop, endi buni ko'rdik. Xullas, tushundik, 2 metrdan ortiq chiqib tursa, qoidani buzmaydi. Ana endi mana rasmga e'tibor beramiz. Mana tirkamaga ilingan, mana bu yerga ortilgan yuk. Mana buni ochib qo'yib, mana shu yerga yuk ortsangiz, 2 metrdan ortiq chiqimiz kerak emas. Endi mana bu yerda qaranglar. 2 metrdan oshmagan, normal, lekin 1 metrdan oshgani uchun men belgini o'rnatish kerak. Belgini ko'rdik, biz rasmni yoniga qo'ydik-ku, o'zi orqasiga qo'yish kerak. Mana bu yerdan kelayotgan mashina ko'rish uchun. Tushundingizmi? Men yoniga qo'yganim bizning rasmlarimiz shunaqa qilinganda, o'zi orqasidan turish kerak, tushunarli? Keyingisi mana bunaqa 2 metrdan oshmagan, lekin 1 metrdan oshgani uchun belgi kerak. Agar mana chiqib turishi 1 metrdan kam bo'lsa, men ham shart emas. Bu ya'ni orqasidan kelayotganda, yuk bor ekan deb o'zimni ehtiyotimni qilaman-da. Hop, mana bu gabarit o'lchamlar mana chetiga qo'yilyapti, ko'rasizmi? Eng chetlariga. Mana oldiga qo'yilyapti. Mana yoniga ham qo'yilgan, dash ko'rasizmi? Ya'ni o'sha mashina tegmasligi uchun. Katta o'lchamli yuk belgisi. Endi bu qachon qo'yilardi? Qachon? Mana 255 dan oshishi mumkin emas. Mana 255 dan. Siz endi aytishingiz mumkin, hozir mana ko'chada Toshkentda ham yuribdik, katta yuk avtomobillar, katta yuklarni olib kelyapti. To'g'ri yurishi mumkin. Faqat DX bilan kelishib. Endi 5 metr bo'lsin apparatni, misol uchun qanaqadir katta uskunani 5 metr, 10 metr bo'lsin. Olib yurish mumkin, faqat DX dan so'raydi. Mana 255 mi? Bo'ldi. O'zi tashib ketaveradi, mana akani o'zi bemalol o'zi yuraveradi. Agar mana shu 255 dan 10 sm ortiqmi, o'sha 255 dan ortiqmi, boradi DX bilan gaplashadi, DX ga yozib beradi. Mana bu joydan yursa, agar seriozli yuk bo'ladigan bo'lsa, o'sha soprovождение bilan yuradi. 255 mi? Shopir o'zi sekin ketaveradi, o'zi xohlagan yo'ldan ketaveradi. Endi balandligi 4 metr. Mana yer sathidan 4 metr. Lekin mana shu 4 metrdan balandmi, yana GAI bilan kelishadi, DX bilan. Bo'ldi, bu narsa tushunarli bo'ldi, demak belgi. Endi mana yuk avtomobilining orqasiga 1 metrdan ortiq ham belgini qo'yamiz, lekin umumiy uzunlik 2 dan oshishi kerak emas. Mana yoniga 0.4 dan oshdimi, mana belgini o'rnatamiz. Mana qaranglar, orqasiga qizil nur qaytargich, oldiga oq nur qaytargich o'rnatish kerak. Ya'ni kechqurun ana qilganda, fara tushganda yukni ko'rinishi uchun. Va iqtisodiy tarafga kelamiz. Bilasizlar, baribir gapirgandan keyin qoron chiqadi, pul tushish kerak. Hop, mabodo agar sizga misol uchun o'zingizdan misol uchun ataganingiz bo'lsa, marhamat, mana o'zimning kartalarim, bemalol o'zingiz xohlagan summani, 5000 dan ko'p bo'lgan istalgan summani tashlashingiz mumkin. Bu o'zingizning qimmatingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Darsimiz yoqqanidan juda ham xursandman.